Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xo'sh, navbatdagi mebelimizni ham ustunlikka jarayonini tugatdik. Xo'sh, bu mebelimizni ham Marhamat tumani O'qchi mahallasiga ustunlikka qildik. Xo'sh, kecha ham Marhamatga ustunlikka qildik. Xo'sh, общий holatimiz joyimiz 2.15 ga, xo'sh, bu yog'i 2,5 metr holatda bo'ldi. Xo'sh, balandligi 2.40 holatda. Kafellari mebelni ichida 2.300.000 so'mdan bir pagona metri. Xo'sh, общий holatda 9.200.000 so'mga bo'lgan mebelimiz. Xo'sh, bu yoqqa final joylangan. %100% paq kronka, korpusi ham, ichlari ham vakuumli Avusayt degan oshon mashinamizda bo'lgan. Keder firmani Mativis talishnicasi bo'ldi. Qo'shib yulga soladigan patnosimiz bor. Pedunchlar qo'yilgan. Xo'sh, mo'ka sitlari bilan, xo'sh, tepasida sushilkasi bor. Burchagimiz. Bu mikronovka joy, sochiladigan tubamiz bor. Taxchamiz tushmagan. Xo'sh, gaz, duxovka. Burchagimiz mana holatda foydalanadi. Keder firma, haqiqiy Rossiyaning firmasi. Alyuminiy qo'yib qo'yganmiz. Xo'sh, bu yoqda ham pirinslari bor. Aladen deydi. O'rab ketilgan. Mashina ham ustun tushirilgan. Aladen tepasi ham katta holatda bo'lgan. Pastdan ham katta bo'ladi, ichi sig'imi. Xo'sh. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.